Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Ilon baliqli chinkalari keldi. 10 santimetrdan boshlab uzog'i eng kattasi 15 santimetrgacha. 7-8 santimetrlilar ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Video pastda nomer qoldiriladi. Aloqaga chiqsani kelishilgan narxlarda qilib beramiz inshaalloh. Ilon boshli chinkalarimiz hovuzdagi holati katta, 10-15 santimetr bor. O'zi dafniya yeyishdan chiqqan bu. Qiyma qilib beraverasizlar tovuq jigarlarni. Molla, qo'yi, chalari bo'ladi-ku, o'shalarni ham yeyaveradi qiyma qilib tashlasani. Shu kuzgacha boqsani eng oldi shu 1 kilo bo'ladi-da. Sotganingizda ham yaxshigina pulga sotasizlar, yaxshigina foyda qilsani bo'ladi. O'zingizga aparib boqsani bo'ladi. Mana 10-15 santimetr. Shu videoni ostidagi nomerga aloqaga chiqsani yaxshi kelishilgan narxlarda qilib beramiz, yengillashtirib. Endi uni shunaqa qilib jigar bilan baqib, shu katta qilib sotsani ham bo'ladi, o'zingizga apalib, mana bunaqa sharoitlarni qilib bolalarga harakat qilsani ham bo'ladi. Mana boshqa qamishlarni kelib sharoit qilib bersani, oshnoli chinka qilib bolalarga biz ham mana 2 yildan beri boqamiz, sharoit qilib beramiz. Inshaalloh bizga ham bolalar sharaf. Aloqaga chiqaverasizlar.